Anjurning yo'pirmoqini pul qiyg'ilamdi deb bir do'stim atayin telefon qildi. Shuning bilan bu ochda meningki mayli tijanda bo'lsin, ozg'anda bo'lsin, ishtachida bo'lsin, mayli sho'ruqda bo'lsin, bir turkum do'stlarim bor. Bularning hammasining uylarida anjur bor. Asosiyatda anjurning mevasi nihoyat yaxshi etildi. Shu bilan birga bu anjurning yo'pirmoqini bir sotib oladigan ish topsang bo'ladi deb telefon qildi. Aka bu anjurning yo'pirmoqi qanday hozir sizlar anjurga o'rab bilan berib o'tamizda yoki boshqa bir ishlar atamda desam, biz bir necha yilning oldida chet eldan bir turkum odam kelib anjurning yo'pirmoqining muvasini 2000 ko'ydan sotib olgan. Inandan keyin yo'qlab ketdi, biz nima ishlatgan toza uqamidi degandan keyin men material ko'rib qarab baqsam, bu ya'ni anjur to'g'risida nice yaxshi mazmunlarni topdim. Topgandan keyin bu anjurning yo'pirmoqini pul qiyg'il bo'ldi ekan. Agar mana uyanglarda bor, beg'inglarda bor, anjurning yo'pirmoqini pul qilay deydigan do'stlar qolsanglar, bu Atosh, Aqsu, Qashqa, Qo'tan, hattoki Ko'rildiki ba'zi bog'larda anjur nihoyat ko'lamlashib kelyapti. Shu do'stlar keng ko'lam taqib qo'yinglar. Tayin chiqargan gap ochdim do'stlarim. Ammo men anjurning yo'pirmoqida sizlarga bugun qilgan narsamiz nima? Yurak berib yetib filmimizga diqqat qilinglar. Ketdik. Do'stlar, normalda anjurningki yo'pirmoqini mana julg'an vaqtimizda mana yerda bir sutga o'xshaydigan oq narsa chiqadi. Ashuni uqadiganlar nimaga manfaat qildi? Uqadiganlar inkaslarni g'izib qo'yinglar. Anjurning darximi o'xshashlar dunyodagi eng go'zal mevalarning ichidagi bir so'lab. Buningki yo'pirmoqi, shexi, hattoki mevasining po'sti ishidan tortib hammasi nurg'un yerga manfaat olib kelgan. Anjurning yo'pirmoqlariga mana o'xshaydigan qarasanglar, bu narsa har xil jonivorlar uxlab qolgan, mana tebiga uyg'u qilib qo'ygan, boshqa qilib qo'ygan ishlab qolsa, uni yuvib chiqarmasak bo'lmaydi. Yuvib chiqarish uchun biz asosiyatan tabiiy bo'lgan tuzning suvi bilan yuvsak bir qadar yaxshi bo'ladi ekan. Shunga mana avval tuz suvi bilan yuvamiz. Hamsi qani biz anjurning yo'pirmoqini yuvishga boshlaymiz. Mana boshda hamma yerlarga bir suv tekkizib olgandan keyin suv chilashidek holat qilib, boshqa qanday qilamiz? Birinchi qatim suyini bir qator to'kib o'tamiz. Undan keyin yana suvni tushirib, tushagandan keyin biz masalan uyanglarda tuz bo'lib qolsa, mana tuzni ko'rdinglarmi? Tuzni ravros quyib, tuzning suyida bir qator birdam chilab qo'yamiz. Bu chilab qo'yish orqali nihoyat pokiz, sog'lom bo'lgan anjur yo'pirmoqi yeysiz. Anjurning yo'pirmoqini yuvib bo'lgandan keyin o'zining mana ichilgan gulva emasmi? Gulvayadan mana o'xshaydigan o'zimiz yetib olsak, qaranglar mana 3 tal gul ekan-ku. Mana bir tal guli, mana bir tal guli mana. Andan ba'zilar deydi, bu anjurning yo'pirmoqini anjur pishayotgan chog'da yulib etsang bo'lmaydi deganlar chiqdi. Shundan bu to'g'risida men tijenlik aka-og'inamdan so'rasam, anjurning yo'pirmoqini odatda mush anjur sotgan chog'da biz anjurni yo'gash uchun ishlatamiz. Hamda agarchanda sen haqiqatan buni ko'lamlashtirib, mushiningdan bir dehqonlar foydalansin desang, 9-oydan keyin 10-oy atrofida kuzlik anjur pishib bo'lgandan keyin andekan sen mush anjurning yo'pirmoqini yig'disang, biz dehqonlar yig'ib bersak, shuningdan andekan sen nima ishlaysan, nima qilsan, shuni qarta bir narsa qilsang pek yaxshi bo'ladi dedi. Anjurning yo'pirmoqini odatda bursanglarmi xushpuroq, mezlik bir puroq chiqadi. Ya men aç tug'ilib cho'ng'og'ach men shunda bilnamdi. Ya sizlarga shunda biramdi inkaslarga bir yezib berganlar. Yana bir qator chaqirdi. Anjurning yo'pirmoqni nurg'un do'stlar nima deydi desa, aptoq serib qursak bo'lamdi, sayda qursak bo'lamdi deganlar chiqdi. Üzümning yo'pirmoqini, anjurning yo'pirmoqini odatda qurtgan chog'da sayada quritib olsak bir qadar yaxshi. Anjurning yo'pirmoqi üzümning yo'pirmoqiniki qo'rish usuli o'xshamaydi. Biz üzümning yo'pirmoqini qo'rganda o'zinglar bilasizlar, boshda biz dumlab olgandik. Dumlab pishirib, elib olgandan keyin andan keyin qo'rgan. Lekin anjurnikini qanday qilmasanglar, boshda qozonni qizitamiz. Qizitgandan keyin anjur yo'pirmoqini boshda bir qator silib qozonga. Qozonda bir qator qo'raymiz. Buningda birinchi qatim qo'rgan chog'da qanday bo'ldi desanglar, buningki suv miqdori yo'qladi. Eng yaxshisi mana yuvib bo'lgandan keyin birdan soyaga yeyib qo'yib, mana suyini qachirib turib qo'rsanglar bir qadar yaxshi. Men bugun vaqt sababli qurtmaylam sizlarga boshda qozonga silib qizdiryapman. Mana hozir qozonga soldik, endi biz buni boshda mana shu suyini qachirib darajada bir qator qo'rib olib bo'lgandan keyin andin yo'pirmoqqa ishlashga boshlaymiz. Ko'rdinglarmi? Mana bunda yumshagan suv qechib, yumshagan vaqtda mana birinchi qatimda qo'rganda anjur yo'pirmoqni uzum yo'pirmoqni o'xshamaydigan irmish shu. Shu musha alqisini bek yaxshi tutib olinglar. Yo'pirmoqqa ishlaydigan vaqti bor. Shunga 5ida mana o'shundara yumshoq holatga kelinglar. Qo'rgancha diqqat qilsanglar bo'ladi. Bunda yumshoq ko'rdingmi? Bunda yumshoq suv qachgan qarasanglar. Mana shu holat kelsa yaxshi. Qo'lda qo'rish sabab nima bo'lsanglar, odatda choyni, mayli ko'k choy bo'lsin, mayli yeshil choy bo'lsin, mushu nemish qo'lda qo'riydi deydi. Burungi zamonda ko'nlarning bir gapi bor-ku, qo'l tatliq deb. Shuni qaragan bu choyni qo'lda qo'rishning sababi shu qo'l tatliq bo'ladiganning sababimi? Ya boshqa sabab uqtamadim. Qur'on do'st inkasrang yezib Men birinchi qatim mana bunda yumshoq holat kelgan chog'da, bunda salqin yerda, aptap pivo tushmaydigan yerda havolantirib ichibchi. Masalan, bunda suyatlaring bo'lsa, mana bunda. Oldi qilsanglar shamol o'tishib shunda bilan quriydi. Mana. Qo'yib yarim soat atrofida havolantirib o'tgandan keyin andan keyin qaytadan qo'rish boshlaymiz. Mana hamma havolansin. Hamsa birdan turib turinglar. Mush vaqtda yurak verishni urtuqqanlarga, do'st ayollarga, hattoki uyda anjurlik beg'ava do'stlarga finshan qilib qo'yishni unutmang. Do'stlar, biz yarim soatda qurtgandan keyin yo'pirmoqni endi ishlash bosqichiga keldik. Yerim qurgan yo'pirmoqqa haqiqiy qo'shadigan vaqt. Bu vaqtda mana ravurash mejib buni-chu. Mana. Da mejib.
Bunun içindeki sulardan hemmisi çıkıp mana. Kemici qalganda ayollar manda yurtdi-ku. Ha, buni bunda mejib mana. Bunda. Qilib, ravrus bunda alat ekilib olamiz. İşte olamiz. Mush basqich pek muhim. Mush basqichchu. Mushu 50 tal yupurmoqdan mana bunchalik o'l chiqini. Buni endi biz resmiy qo'rg'anchada qancha gram chiqdi deydi ko'rib baqsaq bo'ladi. Hamsa biz qazinimizni qizitimiz, yupurmoqimizni qozonga silib, ikkinchi qitimlik qo'rishni boshlaymiz. Mana bu ikkinchi qitim anjirning yupurmoqininki qo'rilishi. İkinci qitim. Mana hozir yupurmoqlari ichilib ketdi bo'lsa, bu bag'an sir yig'ilib, asli yaxshi qo'ra olgan bo'lsa qanday bo'ldi desangiz, bu menda kichik holat kelib mana. Mushundara holatga kelsa, bu mana haqiqiy mana yaxshi qo'rilgan bo'ldi. Yupurmoq menda kichik holat kelib kelsa, uzoq muddat turdi. Baho ko'ydirib qoldim. Ko'ydirib qoldim. Mana çayını köydürüp kaldım balla çatar çıktı. Sizle köystim deb. Otanlı iştiklap kesim bir de kuyup kaldıgan boldu. Ey. Emse biz anjir yupurmoqda tayyor qilgan chayimizni bir qator bir damlab baqili. 95 graduslik qaynoq suvni quyamiz. Qaynoq suvni quygan amalla anjirning xushroq yedi. Mana ko'rdingizmi? Dimaqanlar güp urildi. Men yeb ketgandan keyin 3 minutdan 5 minutgacha dam yegizib yetaylik. Sizlar o'ylaringlarda tash yutib qolgan shu anjirning yupurmoqini bunda chay qilib elib ichib sinab ko'rib beqinglar. Ta'mi zodi qanday bo'pti? Zodi nimaga manfaat qildi ekan deganni iznib beqinglarni chin qalbimda umid qilaman. Amsa mana chayimiz, qaranglar chayimizning rangini. Chiqin tudimi? Hozir chayni biz dam yegizguniga 3 minut bo'ldi. 3 minutdan keyin chayning rangidagi o'zgarish ko'rib beqinglar. Sizlarning chayning rangi qanday chiqqandek turdi? Sizlar yargandekmi, yarmagandekmi bir ko'rib o'tamiz do'stlar. Amsa men chayni quyib baqay. Quyib baqqandan keyin chayning rangini ko'raman. Mana bu çayning rengi. Odatda yeşil çayni nurg'un pullarga ilib ichatdik-ku. Hamda anjirning yopirmoqida o'zimiz uyda chay qilib, aziz mehmonlar kelganda bir qator chay qo'yib turib beqinglar. Çayni qo'rib ichib baqanlar, inkaslarni cho'qim yezib qo'yishni unutmanglar. Hamda anjirning yopirmoqidan chayning zodiga nimaga manfaat qilganligini inkaslarni ko'rib olishinglarni umid qilamiz. Qanamsa filmlarimizga yurak besishni hamda do'stlaringlarga ko'plab taqib qo'yishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Chay qo'rishni o'rganib oldinglar-ku deyman.